библиотечного события – Дней Российской национальной библиотеки в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Без интеллигентных, грамотных людей Россия развиваться нормально не сможет. Мы не можем все покупать где-то. Вот, покупать не только товары, покупать технологии, покупать знания. Мы сами должны выращивать молодежь грамотную и талантливую. И где можно вырастить эту молодежь? Ее можно вырастить в том числе и с помощью материалов, которые хранятся в национальных библиотеках. Zamanında Sovetler Birliği vaxtında bizning mümkünliklerimiz ko'proq edi. Chunki biz bir sistemada yashaydik. Sovetler Birliği tarqaldi. Ammo lekin baribir bunda da aytira kerak, Sovetler Birliği tarqalsa da kitobxonalar birligi tarqalmadi. Biz hamma kitobxona bir-biri bilan tig'iz ilm teatrimiz. 1905-yilda tatar tilidagi eng birinchi gazeta Sankt-Peterburgda basib chiqmagandir. Ham Sankt-Peterburgda G'ataulla Bayazitov tomonidan chiqarilgan Nur gazetasida Qozon turunda, Tatar xalq turunda bek ko'p ma'lumotlar basıla. Hem bu ma'lumotlar belgilenen Qozon bilan Sankt-Peterburg arasındagi ilmtilarini tag'inda kuchaytirdi. Rossiya imperiyasi bo'lgan vaqtda endi majburiy dana degan narsa bor kitobxonada. Har bir chiqqan basma kitobxonalarga borib yetirga tegish. Mana bu Tataristonda, u vaqtda Tatariston tugul endi Qozon guberniyasida chiqqan her bir basma, her bir gazeta, Qozon guberniyasida tugul butun Rossiyada chiqqan, tatar tilida chiqqan her bir basma Rossiyaning ol kitobxonasına borib yetirgan bo'lgan. Ham ularning saqlanganlari, ham ularning shaqtiyi o'zbizda da yo'q, Tataristonda da yo'q. Masalan, Shura jurnalini alaylik. Orenburgga chiqqan Shura jurnali bizning eng ko'rinlikli jurnallarimizning birisi. Onun 240 danasi chiqqan, Rizaddin Fakhriddin uloqtaning redaktori, muharriri bo'lgan. Hem bu jurnal bizning uchun bugungi kunda bitta qadrli basma. Hem şu qadrli basmani biz brendliklab jiyabız. Amma lekin Tatariston Milliy kitobxonasida uning hali bütün sonlari da yo'q. Rossiya Milliy kitobxonasida ular hammasi da bor. Hem ular Qozonga bosh qo'l bilan kelmaganlar. Ular Shura jurnalining 240 numarında, sonunda hamməsində elektron variantga ko'chirib Tatariston Milliy kitobxonasına bo'lak etdilar.